Onajonisi yuringchi. Nima deyapti mama? Vau! Mengami onajonisi? Mana sizga-da onajonisi. Rahmat. Haydab yurasiz dugonalarning oldida. Juda ham yoqdi bori. Yoqdimi? Mashinani zavat qil onasi. Iya, o'rtoq, assalomu alaykum. Kakras seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Keliningga yangi mashina olib berdim. Xayrli bo'lsin. Mayda chudalarni bundoq qarab bergan, nimadir ochuvdim deyotding choyxonada. Bo'ldi, yangi joy madaniyat instituti shunda ko'chasida. Havas podolini tagida. Borsang, luboy ishingni qilib beraman. Ama qilmayman, shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum. Sen ketib qolmagani yaxshi. Ana mashinamni sal taqir-tuqirmi, san yuvdirib, mo'ykalar qildirib qaratib bersang bo'lardi bolam mashinamni. Hada, bilib turib so'rashingizni qarang. O'zi kecha keliningizga mashina olib chiqib salondan. Ozgina sabr qilib turing, qilib beramiz. Hozir shoshilolma, keyin gaplashamiz. Uyga kirib turing, ungacha o'rtoq gaplashamiz. Bo'pti. Iye. Tushunmadim, adam mashinani nima qilyapti? Kelgan o'rtoq. Nimaga adam olib chiqib qo'yding? Ustimdan kulmoqchimisan choyxonada bolalarning oldida? O'g'il bola, sal o'zingni bosib olgan. Adeni mashinalarni ko'ryapsanmi, ahvolni? Ayolingga olib beryapsan. Birinchi bo'lib ota-onadan boshlanadi qilinadigan ishlar. Qaytar dunyo bu. Ade. Baraka topgan bolam. O'rtog'ingga aytgan gapingni eshitdim. Amaqa, Ro'shan o'g'lingiz menga tayinlagan edi. Adamlarning mashinalarini yengilib bera olmayman. O'shanga yarasha men bu haydab yurgan mashinalarni o't-butini qarab bergin degan edi. Amin. Umringdan rizqingdan baraka topgin. Menga qilganingda bolalaringdan 10 barobar, 100 barobar urib qaytsin bolam. Menga qaranglar o'rtoqlar, shu video yoqqan bo'lsa, storyga qo'yib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat.